Assalomu alaykum haydovchilar va bo'lajak haydovchilar. Bugun sizlar bilan A toifani qanday olish mumkin degan savolga javob beramiz. Xo'p, A toifani 3 xil usulda olsa bo'ladi. Birinchi usul avtomaktabda o'qib, ikkinchi usul haydovchilik guvohnomasi bor, oxirgi 1 yil davomida avtomobil boshqargan, uchinchi usul haydovchilik guvohnomasi bor va oxirgi 1 yil davomida avtomobil boshqarmagan. Xo'p, birinchi o'rinda A toifani bizlar eslab qolinglar, 16 yoshga to'lgandan keyin bemalol olsa bo'ladi. 16 yosh. A toifani 16 yoshda o'qib, haydovchilik guvohnomasini olsa bo'ladi va A toifa bizlarga mototsikl, moped, skuterlarni boshqarishga ruxsat beradi. Hop, A toifani birinchi usul avtomaktabda o'qib, avtomaktabga 16 yoshga to'lamiz, avtomaktabga kerakli hujjatlarni taqdim qilganimizdan keyin avtomaktabda bizlar 9 hafta o'qiymiz. Bu degani 2 oydan sal oshadi degani. 9 hafta o'qiymiz. Avtomaktabda o'qib bo'lganimizdan keyin, a'lo baholarga bitirganimizdan keyin bizlar quyidagi hujjatlarni olib imtihonga boramiz. Ya'ni birinchisi shaxsni tasdiqlovchi hujjat. Ya'ni bu pasport. Biz o'zimiz oddiy tilda pasport, lekin shaxsni tasdiqlovchi hujjat deganda bizlar mana bularni tushunsak bo'ladi. Birinchisi biometrik pasport. Xo'p, o'sha o'zimiz yashil pasport, keyingisi ID karta, bilasizlar, u ID karta hozirgi kunda o'sha berilyapti. Yagona namunadagi milliy haydovchilik guvohnomasi. Endi hozir avtomaktabda o'qiganda prava bo'lmaydi bu, lekin yangi haydovchilik namunadagi guvohnomasi ham shaxsni tasdiqlovchi hujjat hisoblanadi. Xorijga chiqish biometrik pasport, ya'ni qizil pasport va harbiylar uchun harbiy guvohnoma shaxsni tasdiqlovchi hujjat hisoblanadi. Shulardan biri va keyingisi tibbiy ko'rik ma'lumotnomasi 083. Mana bizada 083 bor nusxasi. Bu 083 ni poliklinikalardan olasizlar. Bunda o'sha kerakli toifaga yaroqli degan pechat urib beriladi, ism familiya yoziladi, tug'ilgan yilingiz qachon berilgani va amal qilish muddati. Ko'pchilik savol beradi. Amal qilish muddati qayerda yoziladi? Mana ishlarda amal qilish muddati bo'ladi. Hozirgi kunda buni o'zgargan versiyasi ham bor, ya'ni oq varaqaga qilinadi, QR kodli elektron u bazada ko'rinadi. Amal qilish muddati shu yerga yozilgan bo'ladi. Xo'p, buni olamiz. Keyingisi yagona namunadagi guvohnoma. Yagona namunadagi guvohnoma mana bu ko'rinishda bo'ladi. Bu ko'rinishda bo'ladi, orqasi bunaqa ko'k bo'ladi. Bu yagona namunadagi guvohnomani avtomaktab beradi. Avtomaktabda o'sha qaysi avtomaktabda o'qigansiz, toifasi qaysi, ism familiyangiz, qanaqa baholarga bitirgansiz, ular direktor, imtihon raisi, hamma narsani qo'li, pechati bo'ladi va mana shu imtihon yagona namunadagi guvohnomani olasiz. Bu yerda A toifa deb yoziladi. Shuni olasiz, buni avtomaktab beradi. Keyingisi imtihon varaqasi. Imtihon varaqasini ko'rinishi quyidagicha bo'ladi. Imtihon varaqasini ko'rinishi mana quyidagicha bo'ladi. Buni ham avtomaktab beradi. Bunga o'sha o'tdi, o'tmadi degan pechatlarni mana shunga bosiladi. Xo'p, mana shu hujjatlarni, shu 4 ta hujjatni olasiz, ya'ni o'sha pasport, yagona namunadagi guvohnoma, imtihon varaqasi, tibbiy ma'lumotnomasi, ya'ni 083 4 ta hujjatni olasizda, siz imtihon markaziga borasiz. Xo'p, istalgan imtihon markaziga borsangiz bo'ladi. Misol uchun, Sirdaryoda ro'yxatda turuvchi fuqaro bemalol Toshkentga kelsa bo'ladi yoki Samarqandga borsa bo'ladi. Farqi yo'q. Imtihon markazida o'sha o'zingizni turar joy manzilingizda topshirishingiz shart emas. Boshqa viloyatda ham topshirsangiz bo'ladi. Imtihon markaziga borasizda, imtihon markazida birinchi o'rinda nazariy imtihonga kirasiz. Nazariy imtihonda sizni 20 ta savol kutadi. 20 ta savolga 25 daqiqa vaqt beriladi. Xo'p, bizada nazariy imtihon toifalarga bo'linmagan. Istalgan toifaga bir xil savollar tushadi. Ya'ni o'sha bazadan o'sha savollar tushadi. 20 ta savol bo'ladi, 25 daqiqa beradi. Siz agar o'sha 20 ta savoldan 18 ta va undan ko'piga javob bersangiz, siz imtihon topshirdi hisoblanasiz va siz nazariy imtihonni topshirganingizdan keyin sizda 2 oy vaqt bo'ladi. 2 oy vaqt bo'ladi. Nega? Siz 2 oydan o'tgan 2 oy ichida amaliy imtihon topshirishingiz kerak. Xo'p, amaliy imtihonda misol uchun haftada 1 marta topshirasiz, yiqilsangiz 1 haftadan keyin topshirish imkoni bo'ladi. 2 oy ichida sizda 8 marotaba imkon bo'ladi amaliy imtihonni topshirishga, har bir haftada 1 marta topshirganingizda. Lekin misol uchun men 1 marta topshirdim, keyingi hafta bormadim, misol uchun 1 marta topshirib, keyingi hafta bormasam meni muddatim o'tmaydi deb o'ylamang. Siz 2 oydan keyin imtihon topshirgan sanangizda 2 oydan keyin 1 marta topshirasizmi, 8 marta topshirasizmi, farqi yo'q. Agar amaliy imtihon topshira olmasangiz, sizda nazariy imtihoningiz tugadi va siz nazariy imtihonga qaytadan borasiz. Xo'p, biz nima qildik? Bordik, nazariy imtihonni topshirdik. Nazariy imtihonni topshirganimizdan keyin 2 oy davomida biz amaliy imtihon topshiramiz. Amaliy imtihon mototsikl haydab berasiz, o'zini mashqlari bo'ladi.
avtodrom bo'ladi. Albatta uni boshqarasiz. Amaliy imtihonni topshirganingizdan keyin siz mana bunaqa ko'rinishdagi sertifikat olasiz. Mana sertifikat. Bu sertifikatda o'sha imtihon markazi beradi. Bu bilan transport vositasini boshqarish huquqini bermaydi. Bu bilan faqatgina o'sha guvohnomani olsangiz bo'ladi, lekin bu bermaydi. Buni amal qilish muddati bo'ladi. 1 yil davomida siz borib o'sha pravizni olsangiz bo'ladi. Xo'p, ana endi biz sertifikat olganimizdan keyin sertifikatni mana bu tepadagi hujjatlarni hammasini olib Davlat xizmatlari markaziga, ya'ni yagona darchaga boramiz. Yagona darchaga shu hamma hujjatlarni olib borganimizdan keyin bizda u yerda haydovchilik guvohnomasini berishadi. U yerda faqatgina mana imtihon varaqasini, sertifikatini olib qolishadi. Qolgan hamma hujjatingizni qaytarib beradi, yoniga pravizni qo'shib. Mana bu birinchi usul, ya'ni avtomaktabda o'qib ketma-ketligi. Ana endi keyingi usul, ya'ni misol uchun sizda haydovchilik guvohnomasi bor. Misol uchun B toifa bor, yoki C toifa bor, yoki BC toifa bor, farqi yo'q. Yoki D ham bo'lishi mumkin. Xo'p, haydovchilik guvohnomasi bor va oxirgi 1 yil davomida avtomobil boshqargan. Ya'ni bu nima degani? Haydovchilik guvohnomasi siz mashina haydab yurasiz oxirgi 1 yil davomida. Xo'p, endi bunda nima qilamiz? Bunda 1 yil stajimiz bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda o'sha shaxsni tasdiqlovchi hujjatni olamiz imtihonga borish uchun. Keyin haydovchilik guvohnomamizni olamiz, 083 olamiz va ichki ishlar organining imtihon yo'llanmasi nusxasi, ya'ni mana bu yo'llanma deyiladi. Mana bu yo'llanmani olamiz. Bu yo'llanmani GAI beradi. O'zingiz o'sha tumaningizdagi GAIdan olasiz, RIPdan olasiz. Bu yo'llanmani olasiz. Bu yo'llanmada sizga o'sha GAI yozib beradi. Qaysi imtihonni topshirishingizni, misol uchun A bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, agar sizda 1 yil davomida staj bo'ladigan bo'lsa, siz faqatgina nima qilasiz? Amaliy imtihon topshirasiz. Mana shu hujjatlarni olasiz, yo'llanmani 4 ta hujjat va eng asosiysi avtomototransport vositasini 12 oy mobaynida boshqarganligini tasdiqlovchi hujjat. Ya'ni bunga nima kiradi? Hozir buni ko'rib chiqamiz. Mana buni hozir doskaga ilamiz. Xo'p. Yaxshilab e'tibor berasiz. Xo'p. Transport vositasining egasini xo'p, mana bunaqa yopishtirib qo'yamiz, noto'g'ri yopishtirib qo'yamiz. Mana quyidagilar avtomototransport vositalarini 12 oy mobaynida boshqarganligini tasdiqlovchi hujjatlar hisoblanadi. Ya'ni o'sha sizni stajingiz borligini tasdiqlovchi hujjatlar. Birinchi, ishlayotgan haydovchilar uchun mehnat daftarchasidan ko'chirma yoki ishlayotgan joyida unga biriktirilgan avtomototransport turi ko'rsatilgan ma'lumotnoma, buyruqdan ko'chirma. Ya'ni buni ishxonada ishlayotgan bo'lsangiz, haydovchilik lavozimida o'sha turdovingiz bo'ladi yoki sizga biriktirilgan mashinaning hujjati. Keyingisi, shaxsiy avtotransport vositalari, ya'ni sizni o'zingizning mashinangiz bor, siz o'zingiz haydovchilari uchun ularga tegishli bo'lgan avtomototransport vositasining ro'yxatdan o'tganligini qayd etish guvohnomasi. Meni o'zim mashinam bor, nomimda. Misol uchun o'sha mashinani texpasporti bo'ladi. Shu ham sizni anuingizni bildiradi, stajingizni bildiradi. Xo'p, keyingisi transport vositasining egasini yaqin qarindoshlari uchun avtomototransport vositasini ro'yxatdan o'tganligini to'g'risidagi guvohnoma va transport vositasining egasining fuqarolik javobgarligi majburiy sug'urta qilish bo'yicha sug'urta polisi. Misol uchun, men adamning mashinasi yoki onamning mashinasi yoki aka-ukamning yaqin qarindoshlarim mashinasi va o'sha mashinada meni sug'urta polisida ismim ko'rsatilgan bo'lsa, u ham sizga o'sha 1 yil stajni beruvchi hujjat hisoblanadi. Uchun oxirgisi ishonchnoma yoki ijara shartnomasi. Ya'ni bu qisqacha qilib aytganda, ya'ni men bitta boshqa odamning mashinasini o'sha dovernice orqali boshqarsam, o'sha dovernice ham menga nima bo'ladi? Staj hisoblanadi. Bu ya'ni o'rta degani staj bilan, ya'ni meni haydovchilik guvohnomam bor va meni stajim ham bor oxirgi 1 yilda. O'sha staj bilan A toifani ham olsa bo'ladi. Uning uchun mana shu quyidagi 4 ta hujjat, ya'ni 1 yil stajni tasdiqlovchi shu hujjatlar kerak bo'ladi sizga. Xo'p, keyingisi shu 5 ta hujjatni olamizda imtihon markaziga boramiz. Yana o'sha gap, xohlagan imtihon markazingizga borasiz. Imtihon markazida siz faqatgina amaliy imtihon topshirasiz. Faqatgina amaliy imtihon. Bu yerda ko'rdinglar, nazariy, amaliy. Bu yerda stajingiz bo'lgani uchun siz nazariy topshirmaysiz, faqatgina amaliy topshirasiz. Endi ko'pchilik so'raydi, men borsam, misol uchun B toifaga borsam qanaqa mashina haydayman? Yengil va C ga borsamchi deb so'rashadi. Siz qaysi toifaga imtihonga borayotgan bo'lsangiz, o'sha toifadagi transport vositasini boshqarib berasiz. Bu qanaqa, misol uchun imtihonga, fizik imtihoniga borib, matematikadan misol yetmaysiz, xuddi shunaqa. A toifaga boryapsiz, siz demak mototsikl boshqarib berasiz. Faqat amaliy imtihon bo'ladi. Amaliy imtihondan muvaffaqiyatli o'tganingizdan keyin joy almashib qolibdi.
amaliy imtihonga borganingizdan keyin, muvaffaqiyatli topshirganingizdan keyin siz mana bunaqa ko'rinishda sertifikat olasiz, imtihon markazidan berilgan sertifikat olasiz va shu sertifikatga tepadagi 5 ta hujjatni qo'shib davlat xizmatlariga yagona darchaga borasizda, o'zingizni pravangizni olasiz. Ular faqat mana sertifikatni olib qoladi, qolgan hamma hujjatni sizga qaytarib berishadi, plus mana bu prava bilan, haydovchilik guvohnomasi bilan. Bu o'sha pravasi bor va 1 yil davomida staji bor bo'lgan haydovchilar uchun A toifasini olish. Ana endi keyingi usul, 3-usul, ya'ni haydovchilik guvohnomasi bor va oxirgi 1 yil davomida avtomobil boshqarmagan. Ya'ni meni pravam bor, lekin men umuman mashina haydamaganman. Meni mashinam haydashim, mashina haydaganlik haqida hujjatim yo'q. Misol, xo'p, endi buni nima qiladi bular ham? Bular ham o'sha shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ya'ni pasportini oladi, tibbiy ko'rik ma'lumotnomasini oladi, ya'ni 083 oladi, haydovchilik guvohnomasini oladi va ichki ishlar organining imtihonga yo'llanmasini oladi. Ya'ni mana bu yo'llanmani borib GAIdan olasizda, mana shu 4 ta hujjat olasizda, imtihon markaziga borasiz. Istalgan imtihon markaziga borasiz. Birinchi o'rinda siz nazariy imtihon topshirasiz. Nazariy imtihon. Ya'ni o'sha 20 ta savolga 18 tadan ko'p bo'lgan javob berishingiz kerak. 18 ta, undan yuqori sizga bunga 25 daqiqa beriladi. Siz nazariy imtihon topshirib bo'lganingizdan keyin amaliy imtihonga o'tishingiz kerak. Faqat qaranglar, bu yerda amaliy imtihon bitta bo'ldi. O'zi imtihon bitta bo'ldi. Shu ham amaliy. Xo'p, keyingisi siz bu yerda o'sha nazariy imtihondan o'tganingizdan keyin amaliy imtihon topshirasiz. Faqat endi pravangizda bor toifa bo'yicha. Ya'ni pravangizda sizda B bo'ladigan bo'lsa, ya'ni yengil avtomobil boshqarib berasiz. Agar sizda B'si bo'ladigan bo'lsa, C toifadagi, ya'ni gruzovoy yuk avtomobil boshqarib berasiz. Agar sizda D toifa bo'ladigan bo'lsa, D toifa boshqarib berasiz. Ya'ni avtobusni boshqarib berasiz. Ya'ni siz o'sha bor toifangizdagi, o'sha pravangizda bor toifani birinchi isbotlab berasiz. Shulardan bittasini haydaysiz, eng kattasini haydaysiz. B bo'lsa B, C bo'lsa C, agar D bo'lsa albatta D dan topshirasizda amaliy imtihon. Bu amaliy imtihondan o'tganingizdan keyin siz amaliy imtihonga kirasiz mototsikl uchun. Ko'rasiz, bu yerda imtihon 3 ta, bu yerda imtihon bitta, bu yerda imtihon 2 ta. Shunisiga ham e'tibor berasiz. Amaliy imtihon A dan topshirgandan keyin siz sertifikat olasiz. O'sha imtihon markazidan sertifikat olasiz. Bu sertifikatga tepadagi yuqoridagi 4 ta hujjatni qo'shib davlat xizmatlariga borasiz va davlat xizmatlarida sizga haydovchilik guvohnomasini berishadi. Mana bu o'sha A toifani qanday olish mumkin degan savolga biz hozir ko'rib chiqdik. Ana endi bundan keyin B toifani ko'ramiz, C toifani ko'ramiz, B'yi, S'yi, D'yi. Xullas barcha toifalarni sizlar bilan mana shunaqa klaster usulida ko'rib chiqamiz. Xo'p, hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, imtihonlarda nima deydi? Iloyim yaxshi natijalarni topshirib, tezroq haydovchilik guvohnomasini olishingizni tilab qolamiz.